Sizning farzandingizda ham shulardan biri bordir, to'g'rimi? To'g'ri emas. Mahoratli uchuvchi? Yo'q. Bu mahoratning hammasi sun'iy intellektga tegishli. U mustaqil uchib ketmoqda. Uning protsessori insondan 100 marta tezroq reaksiyaga ega. Stokastik harakat bu snayperlarga qarshi himoya funksiyasi. Bugungi kundagi har qanday mobil qurilma kabi. Unda kameralar va sensorlar bor va xuddi sening telefonlaring va ijtimoiy tarmoqlardagi ilovalar kabi. U yuzni tanish xususiyatiga ega. Buning ichida 3 gram shakllantirilgan portlovchi modda bor. Bu mana shunday ishlaydi. Buni ko'rdingizmi? Mana shu kichkina portlash bo'sh suyagini teshib o'tish va uning ichidagi barcha narsalarni yo'q qilish uchun yetarli.